Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun Rust o'yinida elektr bilan ishlashni o'rganamiz. Demak, birinchi eng oddiy narsalardan boshlab, keyin murakkablashib boramiz. Eng birinchi mana shu oddiy lampochkani yoqishni o'rganamiz. Lampochkani yoqish uchun bizga elektr kerak. Elektrni 3 xil usulda olishimiz mumkin. Birinchi usuli oddiy generator yordamida. Generatordan elektr olishimiz uchun generator oldiga boramiz va E ni bosib turamiz. Open degan joyga kiramiz. Va mana bu yerga benzin solishimiz kerak. Bu generator benzindan bizga elektr ishlab chiqaradi. Benzin soldik, E ni bossak generator ishga tushadi. Simni generatordagi power out degan joyidan lampochkaga olib o'tamiz. Mana lampochkamiz yondi. Endi ikkinchisini yoqishimiz uchun yana bitta generator qo'yish shart emas. Mana lampochkada ikkita sim bo'ladigan joy bor. Birinchisi power in, ikkinchisi pass through. Power in ga kelayotgan tokni ulaymiz, pass through ga ortib qolgan tokni keyingi elektr iste'molchiga ulaymiz. Demak, buni endi power iniga ulaymiz va keyingisini pass through qilib keyingilariga ulaymiz. Demak, mana hammasini yoqib oldik. Bu generatorni minus tomoni bundan ovoz chiqadi va benzin sarflaydi. Mana ko'chada bo'lgan paytimiz yoki kimdir ko'chadan kelsa, ichkarida generator ishlab turganini eshitadi. Bu unchalik yaxshi emas. Xo'p, shuning uchun bu generatordan voz kechamiz. Tok olishning ikkinchi usuli bu quyosh panel orqali. Quyosh panelni tomga yoki quyosh tushib turadigan joyga o'rnatamiz. Buni yerga o'rnatsa ham bo'ladi. Tomga o'rnatsak, bizga istalgan ko'chadan kelgan odam buni urib sindirib qo'ymaydi. Endi buni lampochkaga ulab olamiz. Quyosh panelni bitta minus tomoni kam energiya chiqaradi. Shamol generatori bu 150 gacha tok chiqaradi. Shamolga qarab. Demak, lampochkani ishlatishni o'rgandik. Endi savol tug'ilishi mumkin. Shamol bo'lmay qolsa-chi yoki quyosh panelda ishlatganimizda kechasi tok chiqmay qolsa biz elektrdan uzib qolamizmi deyishingiz mumkin. Buni bartaraf etishning yo'li akkumulyatordan foydalanish. Akkumulyatorning 3 xil turi bor: kichkina, o'rtacha va katta. Quyosh paneldan kelgan tokni akkumulyatorning power in degan joyiga ulaymiz va zaryadi to'la boshlaydi. Capacity degan joyga 203, 204 bo'lib to'lishni boshlaydi 24 minggacha. Power out degan joyidan lampochkaga ulab ishlatishimiz mumkin. Lampochkalar yondi. Kechasi ham o'chmaydi. Lekin mana tok kamayishni boshlayapti. 203, 202 bo'ldi. Shuning uchun bizga doimiy to'ldirib turadigan tok manbai kerak. Xo'p, endi kunduz kuni
lampochka shart emas, yorug'lik shart emas bizga. Shuning uchun o'chirib qo'yish kerak lampochkani. Kechasi esa yoqish kerak. Oddiy o'chirib yoqadigan switch bor. Shuni ishlatishni ko'rib o'tamiz. Wire toolni olamiz va power out. Mana bu akkumulyatordan chiqadigan tokni switchga ulaymiz. Power in degan joyga switchga tok keladi va lampochkaga ulaymiz. E'ni bossak lampochka yonadi. Electrical branch. Bu uncha murakkab narsa emas. 9 ta lampochkamiz bor. Har biri 2 tadan tok olsa 18 ta tok kerak. Birinchini oldiga borib E'ni bosamiz va 18 raqamni kiritamiz. Setini bosamiz. Power in degan joyga ulaymiz. 2 ta tok chiqadigan joyi bor. Birinchisi biz belgilab qo'ygan tok chiqadi. Aynan biz belgilab qo'ygan tok. Ikkinchisidan ortib qolgani chiqadi. Akkumulyatordan 100 tok kelyapti. 18 biz belgilab olgan tok chiqyapti va ortib qolgani 82 ikkinchisidan chiqyapti. 18 ni lampochkaga ulab olamiz. Mana hamma lampochka yondi. Endi ortib qolganini boshqa narsalarga ishlatishimiz mumkin. Blocker bu tokni to'xtatib turadi. Power in degan joyga tokni ulaymiz. Block pass through degan joy bor va power out degan joy bor. Power outdan lampochkaga ulaymiz. Tok o'tib turibdi. Akkumulyatordan 100 kelyapti blockerga va 100 chiqyapti. Buni vazifasi nima bu yerda? Hech qanaqa vazifani bajarmayapti. Qachonki blockerga mana bu block pass through degan joyga eng kamida 1 tok kelgan payt mana shu tok oqimini o'chirib qo'yadi. Block pass through degan joyga tok kelsa lampochka o'chadi. Tok uzilsa, ya'ni block pass throughga tok kelmasa, tok o'tib ketaveradi shu oqimda. Root kombaynerga 2 ta tok kiradigan joyi bor va bitta tok chiqadigan joyi bor. 2 ta tok manbaini ulaymiz. Birinchi akkumulyatordan 100 tok kelyapti, ikkinchisidan 15 tok kelyapti. Root kombayner ikkala tokni qo'shib beradi. 115 qiladi. Rand switch. Power in degan joyga tokni ulaymiz. Power out degan joydan lampochkani ulaymiz. Lampochka yonmadi. Qachon yonadi? Set degan joyga tok kelsa lampochkamiz yonadi. Reset degan joyga tok kelsa lampochkani o'chiradi. Memory cell 4 ta tok kiradigan joyi bor va 2 ta tok chiqadigan joyi bor. Power in degan joyga tokni ulab olamiz. Inverted output degan joydan lampochkaga ulasak yonadi. Lampochka yondi. Shuni oddiy outputdan ulasak yonmas edi. Chunki bu invertedga turadi. O'zi standart holatda inverted outputdan tok chiqadi. Mana tok chiqib turibdi. Qachonki set degan joyga tok kelsa, inverted outputdan tok uziladi va shu tokni oddiy outputga o'tkazadi. Mana keling buni ulasak, tepadagi knopkani bossak, setga tok keladi. O'rtadagini bossak resetga, pastdagini bossak toggle'ga tok keladi. Resetni bossak birinchisi o'chadi va ikkinchisi yonadi. Yana bitta bossak hech nima o'zgarmaydi. Birinchisini ham xuddi shunaqa. Bu yondi. Yana bitta bossak hech nima o'zgarmaydi. Chunki bu allaqachon o'tkazib bo'lgan. Lekin toggle'ni bossak o'tkazdi. Yana bitta bossak yana o'zgaradi. Keyingisiga o'zgartiraveradi. Pressure pad. Mana keling buni ulasak. Endi qarang, bu ham xuddi knopkani vazifasini bajaradi. Qachonki pressure padni ustiga odam kelsa, bu bosiladi va tok chiqadi. Bitta chiqadi va yana to'xtaydi. Cheksiz tok chiqib turmaydi. Bitta impuls beradi. Ikkinchi pressure padni bosganimizda o'rtangisiga tok keladi va birinchisini yoqib, ikkinchisini o'chiradi. Mana, almashtirdim. Yana bitta bossak hech nima o'zgarmaydi. Birinchi lampochkani yoqish uchun birinchi pressure padni bosamiz. Tak, endi mana buni bitta bossak o'tkazadi. Yana bitta bossak yana o'tkazadi.
Yana bossak yana o'tkazadi. Door controller. Buni o'rnatamiz. Power in degan joyga bir tok kerak bu ishlash uchun. Open degan joyi bor, close degan joy. Open degan joyga birinchi knopkani ulaymiz, close degan joyga ikkinchi knopkani ulaymiz. Hozir ochiq turibdi, close yopish uchun close degan ikkinchi knopkani bossak yopiladi. Ochish uchun birinchisini bosamiz, ochiladi. Xo'p, keyingi narsa bu splitter. Bunda bitta tok kiradigan joy bor va 3 ta tok chiqadigan joy bor. Tok kiradigan joyga tok manbayini ulaymiz. 100 tok keladi va 3 ga bo'lib beradi. Mana bu yerda uchalasiga ham 0 turibdi, lekin 100 kelyapti. Qani tok desangiz, qachonki elektr iste'molchi ulasangiz keyin bo'lib beradi. Mana 3 ta lampochkani ulaymiz. Mana birinchisiga to'g'ridan to'g'ri 100 kelyapti va 100 chiqyapti. Ikkinchi joydan ikkinchisini ulasangiz 50 dan bo'lib beradi. Agar uchinchi iste'molchini ulasak 33 dan bo'lib beradi. 33, birinchisi 34. Keyingi o'rganadigan narsamiz bu OR switch. OR switchga ikkita tok kiradigan joy bor va bitta tok chiqadigan joy bor. Input A, input B. Bu yerdan 100 tok chiqyapti. A va B ni taqqoslaydi va qaysi tok manbai kuchliroq bo'lsa, o'shani chiqarib beradi. Agar mana B tok manbayini olib tashlasak, bu A tok manbaydan input A ni ya'ni chiqarib beradi. Agar input A agar ikkalasi ham ulangan bo'lsa, input A zaryadi qolmasa, input B ni chiqarib beradi. Yoki A ni chiqarib beradi, yoki B ni chiqarib beradi. Ikkalasiga ham tok bo'lsa, ikkalasini taqqoslaydi va kattarog'ini chiqarib beradi. Bu root kombaynerga o'xshab 100 va 15 ni birlashtirib 115 qilib chiqarib bermaydi. Yoki unisini yoki bunisini chiqarib beradi. Ikkalasini taqqoslab ko'prog'ini chiqarib beradi. Keyingi o'rganadigan narsamiz bu end switch. End switchda ham ikkita tok kiradigan joy bor va bitta tok chiqadigan joy bor. Input B'dan ham, input A'dan ham tok kelsagina power out'dan tok chiqarib beradi. Ungacha chiqarib bermaydi. Birinchi akkumulyatordan 15 tok kelyapti input A'ga. OR switch bo'lsaydi 15 ni chiqarib berardi, lekin bu chiqarmayapti. 0 power out'dan. Qachonki input B'ga ham tok kelsa, keyin va degan funksiya bajariladi va tok chiqariladi. Mana 100 tok chiqadi. Buni ham taqqoslab ko'prog'ini chiqarib beradi. Keyingi o'rganadigan narsamiz bu XOR switch. XOR switchning vazifasi nima? Bunda ham ikkita tok kiradigan joy bor va bitta tok chiqadigan joy bor. Xo'p, input A ga birinchi tok manbayini ulaymiz va 15 tok chiqadi mana. Xuddi OR switchga o'xshab. Lekin agar input B ga ham tok kelsa, tokni blok qiladi. Tok chiqmay qo'yadi. Yoki A dan tok kelsin yoki B dan tok kelsin deyapti. Shundagina tok chiqarib beraman deyapti. Agar ikkalasidan ham tok kelsa, tokni o'chiraman deyapti. Buni vazifasi shu, boshqa vazifasi yo'q. Mana xohlang birinchi tok manbayini uzing, tok chiqadi, 15 chiqadi. Xohlang ikkinchi tok manbayini uzing. Xohlang mana mayda akkumulyatorni uzing. Mana 100 tok chiqadi. Agar bundan mabodo tok kelib qolsa, sirazi o'chiradi. Keyingi o'rganadigan narsamiz bu timer. Timer nomidan ma'lumki, vaqt bilan ishlaydi. Power in degan joyga tokni ulaymiz. Power out degan joydan iste'molchini ulaymiz. Elektr iste'molchisini. Mana lekin yonmadi. Qachon yonadi? Timerni aktivatsiya qilsakgina yonadi. E ni bossak aktivatsiya bo'ladi va yonadi. Qanchadir vaqtdan so'ng timer tugaydi va lampochka o'chadi. Qachon o'chishini E ni bosib turamiz va set time degan joyga bossak mana 10 sekund kiritildi. Biz 1 sekund deb qo'yishimiz mumkin. Mana bossak 1 sekund yonadi va keyin o'chadi. Xohlasak 30 sekund deb kiritib qo'yishimiz mumkin. 30 sekund yonib turadi va 30 sekunddan keyin o'zi avtomatik o'chadi. Keyin mana bu toggle degan joyi ham bor. Bitta toggle bosganimizda mana aktivatsiya bo'ladi. Bu toggle on degan joyi timerni aktivatsiya qiladigan joy. Bitta impuls kelsa, qanaqadir tok kelsa, timer aktivatsiya bo'ladi.
Xo'p, endi detektorlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi lazer detektor. Lazerni o'rnatamiz. Power in degan joyiga tokni ulaymiz. Mana lazer ko'rinib turadi. Shu lazerdan kimdir kesib o'tsa, mana biz kesib o'tdik. Mana bu yerda impuls chiqaradi. Power out degan joydan, demak, tok chiqaradi. Misol uchun kolonkaga ulab qo'ysak, kolonkani ovozini chiqaradi. Mana kesib o'tgan paytimiz ovoz chiqaradi. Buni vazifasi shu. Kesib o'tgan payt power out degan joydan tok chiqaradi. Boshqa payt tok chiqarmaydi. Keyingi narsa bu HBHF sensor. Buni vazifasi kimdir shuni radiusiga kelsa, power outdan tok chiqaradi. Power inga tok ulaymiz, 15 tok keladi va bu ishlab turibdi. Ni bosib turamiz, mana bu yerdan sozlashimiz mumkin. Demak, shkafga avtorizatsiya bo'lmagan odamlarni aniqlaydigan rejimga turibdi. Buni ham yoqib qo'ysak, avtorizatsiya bo'lgan odamlarni ham aniqlaydi. Bundan faqatgina bir signal chiqaradi, bir impuls chiqaradi. 15 kelyapti, buni o'zi bir energiya oladi, ortib qolganini chiqarmaydi, faqat bir chiqaradi. Keyingi o'rganadigan narsamiz bu counter. Counterga power in degan joyga tokni ulaymiz. Mana hozir 0 turibdi. Counterning vazifasi bu sanash vazifasini bajaradi. Sanaydi. Tok kelsa sanaydi. Misol uchun boyagi lazer detektorni eshik oldiga o'rnatib qo'ysak, power inga tok ulaymiz. Power out degan joyga counterni increment counter degan joyga ulaymiz. Demak, qachonki lazerni kesib o'tsak, sanaydi. 1 dedi. 1 marta kesib o'tdik. Yana 1 marta kesib o'tsak, mana 2 deydi. Bu nima uchun kerak? Misol uchun lazerni ko'chaga qo'yib qo'ysak, uyimiz atrofiga begonalar necha marta kelib ketganini, dushmanlar necha marta kelib qaytib ketganini mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Agar lazerni increment counterga ulamasdan decrement counterga ulasak, orqaga qarab sanaydi. 3 bo'lsa, bitta kesib o'tsa 2 deydi. Yana 1 marta bo'lsa 1 deydi, 0 deydi va 0 dan keyin boshqa sanamaydi. Pass-through degan joyi nima? Pass-through degan joyi tokni o'tkazib beradi. Hozir bu incrementga tursin. 1 marta kesib o'tdik, tokni o'tkazmadi. Power inga 15 kelgan, lekin lampochkaga nima uchun tok kelmayapti? Qarang, ni bosib turamiz va show pass-through degan joyni bossak, tok o'tkazib beradi. Qancha tok o'tkazayotganini ham ko'rsatadi. Akkumulyatordan 15 tok o'tyapti deyapti. Ni bosib turib set target degan joyga bossak, boya 1, 2, 3 deb sanadi-ku lazer detektorni kesib o'tgan payt. O'sha nechagacha sanagandan keyin lampochka yonishini belgilaymiz. Misol uchun, dushman 3 marta kelib ketsa, mana bu signalizatsiyamiz ishlab ketsin degan tizimni yasab qo'ysak, 1 marta kesib o'tdi, signalizatsiya ishlamadi. Yana 1 marta kesib o'tdi, yana ishlamadi. Yana 1 marta uyimizni tekshirgani kelib kesib o'tsa, srazi mana bu signalizatsiya ishlab ketadi. Mana bu oxirgisi clear counter degan joyi 3 bo'lib turibdi-ku, shuni 0 ga aylantirib qo'yadi. Mana bunga tok kelsa 0 bo'ladi. Keyin yana boshqatdan 3 marta kimdir kesib o'tsa, yana signal chalinadi. Bitta button qo'yib qo'yish kerak. 0, ya'ni clear counter degan joyga bitta tugmani bossak, signalizatsiya o'chadigan bo'ladi shunda. Keyingi ko'rib chiqadigan narsamiz digital clock. Buni vazifasi soatni ko'rsatib turadi. Xo'p, orqa fondagi RAID ovozlariga e'tibor bermang, buning uchun uzr. Hozir 12 dan 1 daqiqa o'tgan. O'yinning vaqti bo'yicha ni bosib tursak, budillik qo'yishimiz mumkin. Pulsni bosib, vaqt qachon bo'lganda tok chiqsin degan funksiyada bu. Soat 5:30 ga budillik chalinsin desak, power in 15 tok keldi va power outdan signalizatsiyaga ulasak, demak 17:30 da budillik jiringlaydi.
yoki boshqa aqlli tizimlarda, misol uchun o'simlik fermamiz bo'lsa, o'simliklarni suv bilan sug'orish, kechki payt bo'lgan payt srazi avtomatik elektr pechkani yoqish, shunaqa funksiyalarni avtomatik bajaradigan qilishimiz mumkin bu digital plug orqali. Keyingi ko'rib chiqadigan narsamiz bu turel. Turel bu dushman kelsa avtomatik ularni o'ldiradi. Buni ichiga qurol solib qo'yishimiz kerak otish uchun. Mana bu yerga o'qlarini qo'yamiz. Ishlash uchun tok kerak. Power in degan joydan tokni ulaymiz. Akkumulyatorga ulasak, turelimiz ishladi. Dushman kelsa otib tashlaydi. Turelni mana bu 3 ta tok chiqadigan joyi ham bor. Bu nima degani? Agar turelni ichida o'qi qolmasa, shundan bir tok chiqadi. Low ammo bo'lsa, turelda o'q kam qolsa, shundan bir tok chiqadi. Has target bo'lsa, kimdir dushman kelsa, has targetdan bir tok chiqadi. Bir tok chiqqanini misol uchun has targetdan kolonkaga ulab qo'ysak, dushman kelishi bilan kolonkadan signal chalinadi. Yoki o'q kam qolsa signal chalinadigan qilib qo'yishimiz mumkin. Yoki o'q umuman qolmasa signal chalinadigan qilib qo'yishimiz mumkin. Bu bizning xohishimizga qarab buni belgilaymiz. Keyingi ko'radigan narsamiz bu receiver, broadcaster va pager. Birinchisi bu broadcaster. Broadcasterni o'rnatamiz va bu ishlashi uchun tok kerak bizga. Tokni ulaymiz. Broadcasterimiz ishlayapti hozir. Bunga ID kiritib qo'yamiz. 1 dan 999999 gacha raqamni kiritishimiz mumkin. Misol uchun 8 raqamni kiritib qo'yamiz. Set. Bu 8 raqamini bu antenna tarqatib beradi. Butun mana shu rastdagi butun karta bo'yicha 8 raqamini bizga tarqatib beradi. Endi receiver bu mana shu antennani tutib oladigan qurilma. Bu antenna tarqatib beradi. Receiver esa o'sha tarqatilgan antennani tutib oladi. 8 radio to'lqini tarilib turgani uchun lampochka yonadi. Akkumulyator qo'yamiz. 8 kiritamiz, mana ishladi. Masofadan turib hozir yonib turgan lampochkani o'chirishimiz mumkin. Buning uchun mana bu to'lqinni o'chirsak, bu ham o'chadi lampochka. Masofadan turib boshqarishimiz mumkin. Buni nafaqat lampochkaga qo'yishimiz mumkin, balki bitta knopka bilan kartani narigi tomondagi boshqa uyimizdagi eshiklarini avtomatik ochishimiz mumkin, yopishimiz mumkin, turellarini o'chirib yoqishimiz mumkin. Masofadan turib xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. Bular juda ham kuchli qurilmalar. Bularni ishlatib o'ta aqlli tizimlarni yaratishimiz, masofadan boshqarishimiz mumkin. Pager nima? RF pager inventarimizda turadi. Bunda o'sha boyagi 8 ni kiritib qo'yamiz. Agar kimdir uyimizga raidga kelsa, mana bu has target chiqaradi-ku 1. Xuddi o'sha chiqarganini mana power in ga ulab qo'yamiz. Kimdir bizga raidga kelishi bilan pager bizga biz boshqa yoqqa lut qilib yurgan bo'lamizmi yoki umuman kartani boshqa joyga bo'lsak, uyimizga raidga kelsa, shu pager signal chaladi. Buni signalini hozir qanaqa bo'lishini mana qo'limizda mana signal chaladi. Biz qayerda bo'lsak ham shu signalni eshitamiz. Bu inventarimizga bo'lsa bo'ldi, eshitaveramiz. Bu pagerni yashikka qo'yib qo'yishimiz ham mumkin. Yashikning ichidan chalaveradi. Uzoqlashsak, lekin o'sha signali sekinlashib qoladi. Uyimizga kelsak, yashikka yaqinlashsak, yana signal chalinadi. Xo'p, buguncha shular eng oddiy, eng elementar narsalarni ko'rib chiqdik. Agar bu video foydali bo'lsa, albatta like bosing, kommentariya qoldiring, kamchiliklar bo'lsa ayting. Bu meni birinchi videoyim. Agar davom etishimni xohlasangiz, albatta qo'llab-quvvatlashingizni xohlaman. Hammaga rahmat.